Jon. Bir halamday sen duo qilib qo'ysa, kartamda 20 mingina bor edi, o'shani ehson qilib tashlavordim. Qo'lim sal nima bo'lib turibdi, shikastlangan, shunda bo'lib ketsa, men ham shu ehson tarqatuvchilardan bo'lsam, iltimos xolaga ayting, duo qilib qo'ysin. Instagramda aytib o'tsangiz, faqat ismini aytmang, iltimos. Xalqim duo qilsa, qo'llarim yaxshi bo'lib ketsa, o'zim yolg'iz yigitman, iltimos. Shoir opa keling. Mana shu akamizni qo'llari sal shikastlangan ekan, doktorlik bo'lib turibdi ekan. Duo qilib qo'yasizlar. Mana eshitdilaringiz. 20 ming pulim bor edi, o'shani tashladim. Qani edi, ko'p bo'lsa barini tashlardim, deyapti. Boringizga ham shukr akajon. Xalqimiz duo qilib qo'yasizlar. Shoir opa duo qilib qo'ying. Shu akamiz Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketsam, sizlarga komandalaringizga qo'shilaman. Men ham shunaqangi savobli ishlar qilaman, deyapti. Duo qilib qo'ying sizlar. Ko'p qatorida sog' salomat yursin. Qo'llari og'rimasin, boshlari og'rimasin. Allohning shifosini bersin. Shular Xudo xohlasa o'rtoqlar mana Jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimizni mana Shoir opa uylar mana ko'tarib ko'rinib qoldi. Bo'ldi mana Xudo xohlasa ertadan boshlab mana bruslarni olib kelib qo'ydik, yog'ochlar chiqarib boshlaymiz. Tom yopilishga navbat keldi. 1-2 kunda tomni ham yopib tashlaymiz. Endi keyin shkaturka qilishimiz kerak. Loy suvoq, malarkani hamma hali ishlar oldinda kim o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, mana shu jannat qasriga bemalol bizga aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Mana Shoir opamni kartalarini qo'yib qo'yganmiz. Bemalol agar kim imkoni boricha yordam qilamiz deydigan bo'lsalaringiz, siz bilan birgalikda mana shu uylarimiz ham bitib qoladi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Borlaringizga ham shukr. Hech qachon kasal bo'lmang, boshingiz og'rimasin, ha, Shoir opa?